Assalomu alaykum hammaga. Bugun chiroyli lakasiga kelganmiz. Shayxontohur tumani bo'ladi. Qaranglar akalar, mana shu xonadonimizni yer hisobida sotib olsanglar bo'ladi. Lakasini tushuntiradigan bo'lsam, bu yoqdan chiqsangiz Nurafshondan kirib kelasiz. Bozor Fotima Zahro masjidi bo'ladi. Uchastkalarni ko'rasiz. Baland chiroyli joydamiz. Bu yoq tarafga yuradigan bo'lsangiz, O'rinboy aka choyxonasi, o'ng tarafga Nabi Petrol shopingizga chiqib ketasiz. Xonadon shu holatda bo'ladi. 6 sota, fasad qismi 1875 bo'ladi. Ichkariga kirib borar ekanmiz. Bismillah qarang. Burchakkalardan chiqarilgan xonadon egalari yashab turibdi. Chiroyli holatda kirib shunday yashab ketish imkoniyatingiz bor. 6 sotiqli xonadonimiz bo'ladi. Buni sotig'ini $55,000 qo'yib yubordik. Shayxontohur tumani, ko'rvos lakasi chiroyli holatda. Mana bu xonadonlarni ko'rasiz, paltari holatda. Bu yerda 2-3 ta xonasi bor. Bu yoqda 3-4 ta xona, bu yoqda ham 3-4 ta xona. Xonalarning soniga keladigan bo'lsa, общий xonalar soni 10 ta bo'ladi, 3 ta sanuzul bo'ladi. Bu lakatsani bilgan biladi. Mana bu O'rinboy aka choyxonasi lakatsi juda ham chiroyli, haqiqiy o'zbekona mahallaga kelganmiz. Sotig'ini $55,000 dan qo'ydik. Fasad 1875. Chiroyli katta xonadonda yashash imkoniyatini ham beradi. Endi buzib, agar 2-3 ta katta tushaman desangiz ham imkoniyatingiz bor. $55,000 dan sotig'i bo'ldi. Egar raqamni qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib, batafsil ma'lumot, bu yerda kommunikatsiyalar, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.